Salom do'stlar, meni kuzatuvchilarim. Sizlarga rahmat, like bosayotganlaring uchun, meni kuzatib turganlaring uchun. Mana bugun hozir men Qirg'izistondaman. Choy ichgani oshxonaga keldim. Hozir manti yemoqchiman mana. Suvlar oqib. Choy ichib manti yemoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Qirg'izistonda Uy shahridaman. Mantilarni, lag'monlar juda zo'r qilishadi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Hozir men Городской роддомda oldidagi bir oshxonadaman. O'sha yerda choy ichyapman. Bu yerda juda zo'r dahshat manti, somsa, tandir somsasi bor. Cho'zma lag'monlari bor. Mantilari bor, biftek, sho'rva, ko'p ovqatlari bor, o'zgacha, manpar, kazakskiy, shunday ovqatlari bor. Unda mantisidan yeb ko'ramiz. Bismillah. Suv oqadi. Shunchalar shirin. Bay kelinglar, maza qilib yeysizlar. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kelib manti yeyishga. O'zimga unday video olayotganda bichagina gapira olmayapman. Uzr so'rayman oldindan. Lekin mantisi zo'r bitta. Kelinglar. Juda tavsiya qilaman. Qo'llarim to'nglayapti suvligida. Bular antiqa lozisi bor. Achchiq desangiz achchiq emas, shirin desangiz shirin emas. Shunchalar mazalar.